kanalni uddar keldi do'stlar. 53 mingta odam hammasi bir oyda qo'shilgan. Statistikani ko'raylik, men ham qiziqib ketyapman. Xo'p, kanalda 52 million qarashdi do'stlar. Kuniga 1 million prosmotr. Uddar kanal xullas. Xo'p, kuniga 1000 ta odam qo'shilyapti. Kanalda dahshat keldi do'stlar. Mana olaman deganlar uchun kuniga 1000 ta odam statistika. Mana kuniga million. Bir oyda 52 million hamma odam bir oyda o'ziga qo'shilgan. Jami 53 ming ta odam bor. Xo'p, kanalimiz narxiga keladigan bo'lsa 2 million 900 ming so'm konkret oladigan odam bo'lsa gaplashamiz. Narx arzon do'stlar. Vaqti men kanalni ko'rmanman, to'g'risi. Даже xolos 2900 mayli aytib qo'ydim endi. 2 million 900 ming so'm. Endi narx bir kunda o'zgarishi mumkin lekin aytib qo'yaman. Videoda aytayapman 2 million 900 bir haftaga sotilsa shu narx. Agar bir hafta ichida sotilmasa, men narxni o'zgartirib qo'yaman, oldin aytib qo'y. Videoning tagida yozilgan narx bo'ladi. Hozircha mana 2 million 900 deyapman. Bir haftagacha olsanglar olinglar. Chunki kuniga 1000 ta odam qo'shilyapti. Statistika вообще udar. Ko'rib turibsizlar. Вообще xullas 1000 ta odam va milliondan oshiq prosmotr. Bir kunda 10 million prosmotrgacha bo'lgan. Kanal dahshat xullas. Qanday bunda yurib ketdi tushunmadim. Video qo'ygan bu. Yevropa yo'nalishida ekan 31 million prosmotr bo'libdi mana video bor-ku. Nima? Prosmotr nima bu? Qani? Eshik ochilishiga qizchani yig'lashini qo'yib qo'yibdi, xullas prikolni. Xullas mana shu video xullas kanalimiz 2 million 900 rekord darajada arzon narx. Xo'p, yana bitta strike eshitma hal qilmaydi. Yo'qmi ketadi o'zi, strike degan. Xo'p, bu hamma kanalda o'zi tushadi, bu takida ko'plar tushadi. Xullas 2 million 900 bir hafta ichida, agar bir hafta ichida olmasak kanal narxini o'zgartiraman. Chunki kanal вообще aktiv ekan, men ko'rmanman. Xullas shu, aniq oladigan odam bo'lsa, Telegramdan Y44-kanalni olaman deb yozinglar. Y44 yoki 99 791 32 32 ga Y44-kanalni olaman deb yozsanglar, narxini gaplashamiz. Salomat bo'ling. Telegramga qanday kirasizlar? Kommentariyada Telegramga o'tish manzili bor. Shu orqali o'tasizlar.